nima uchun aynan diafol qo'shimchalar mana shu 3-4 mahsulot har qanday yoshdagi, har qanday kasallikda bir xil natija, ijobiy natija beryapti. Endi e'tiborlaringizni ekranga qaratishlaringizni so'rayman. Qisqacha insonning tanasi qanday tuzilgan va bu mahsulotlar qanday ta'sir qilyapti, shuni men aytib bermoqchiman. Inson tanasi 30 trillion hujayradan tashkil topgan. Hujayralarimizni formasi har xil bo'lishi mumkin. Hujayralarimizni nomlanishi har xil bo'lishi mumkin. Masalan, jigar hujayralari gipotatsit deb nomlanadi. Suyak hujayralari osteotsit deb nomlanadi va hokazo. Suyaklarimizni tarkibi hamma organizmimizga bir xil ekan. Demak, 80% suvdan va 20% makro mikronutriyentlardan iboratmiz. Endi azizlarim, 30 trillion hujayramiz to'qmalarni hosil qiladi. Jigar hujayrasi gipotatsit jigar to'qmasini hosil qiladi, osteotsit hujayralar suyaklarimizni hosil qiladi va hokazo. Bular birlashib to'qmalar organlar, a'zolarni hosil qiladi. A'zolarimiz birlashib sistemalarni hosil qiladi. Sistemalarimiz bir-biri bilan bog'liq holatda ishlashi hisobiga biz sog'lom yashaymiz. Endi organizmning eng kichik birligi hujayra ekan. Hujayra sog'lom bo'lsa, to'qma sog'lom, organ sog'lom, sistema sog'lom bo'ladi. Endi hujayramizning tarkibini aytdim. 80% suv, 20% makro mikronutriyent. Makronutriyent bu nima? Har kuni oziq-ovqatlar bilan iste'mol qilayotgan oqsillar, uglevodlar, yarim to'yilmagan yog' kislotalari, vitaminlar, aminokislotalar bular hammasi makronutriyent qismiga kiradi. Mikronutriyent qismiga makro mikro elementlar kiradi. Hozirgi kunda davlatimizda eng ko'p kasalliklar aynan organizmimizda mikronutriyentlar yetishmasligi hisobiga kelib chiqyapti. Kelinglar sanab o'tamiz. Aholimizning 100% bo'qoq kasalligi bilan kasallangan. Qo'shilasizlarmi menga? Birinchi, ikkinchi darajali endemik zob kasalligi. Bo'qoq kasalligi hammada bor. Bu nima sababdan? Demak, biz atrofimizda dengiz okeanlari yo'q, yod saqlovchi ozuqalar iste'mol qilmaymiz, sutkalik miqdorni organizmga kirita olmaganligimiz hisobiga bo'qoq bezimiz yaxshi ishlashi uchun yod kerak. Ololmaganimiz uchun hammada endemik zob kasalligi rivojlanyapti. Aholimizning 50-60% kamqonlik kasalligi bilan kasallangan. Bu yod moddasining yetishmasligi endemik zobdan. Demak, anemiya kasalligi, kamqonlik kasalligi nima sababdan? Har kuni go'sht yeyapmiz, qozonimizda go'sht bor. Yil 12 oy zering ko'katlar uzilmaydi dasturxonimizda. Olmani eng zo'ri bizda. Nima uchun bizda kamqonlik kamaymayapti? Azizlarim, organizm uchun kerakli bo'lgan sutkalik miqdorini biz oziq-ovqatlardan ola olmayapmiz. O'sha yeyotgan, iste'mol qilayotgan olmalarimizda ham yetarli miqdorda temir yo'q. Shuni hisobiga bizda kamqonlik kasalligi yildan-yilga rivojlanyapti. Demak, temir moddasini biz ovqatdan ola olmayapmiz. Endi aytishlaringiz mumkin, aptekada bor-ku temir preparatlari. Temir preparatlarini to'g'ri bor, lekin azizlarim, ular sintetik yo'llar bilan olinadi. Tonna olmani yoki tonna go'shtdan olinmaydi. Shuni hisobiga ham vaqtincha bizda qonimizda aylanib, gemoglobin miqdorini ko'tarib beradi. Temir vaqtincha ko'tariladi, hujayrani to'ldirmaydi u. Hujayra to'la bo'lmagani uchun, sog'lom bo'lmagani uchun, demak, u yana bizga 1 oyga, 2 oyga yetarli bo'lib turadi, yana kamqon holatga tushamiz. Nima uchun azizlarim, hozir butun dunyoda global muammo osteoporoz asri deyishadi. Suyak yemirilishi. Demak, har kuni ovqatdan iste'mol qiladigan ovqatimizda kalsiy miqdorini ola olmas ekanmiz. Shuni hisobiga bizda suyaklarimizda borib mo'rtlashib boradi. Zich qavati, g'obak massasi kamayib boradi. Shuni hisobiga demak tanamizni ko'tarib yuradigan bu suyaklarimiz tanamizni tik tutadigan. Eng og'irlik tushadigan joylari bu umurtqa pog'onasining ichkariga qayrilgan joylari, bu bel qismi va bo'yin qismida va chanoq son suyagida va bo'g'imlarimizda yemirilishlar kelib chiqadi. Bu aynan suyagimizni o'sha zichligini kamayib ketish hisobiga, bu kalsiy moddasining yetishmasligi. Va undan tashqari organizmga yeyotgan ozuqamizdagi minerallarni singishi uchun ham kalsiy minerali juda ham zarur ekan. Endi sahrli diabet, qand kasalligi nima sababdan hozirgi kunda ko'payib bormoqda?
Amerika olimlari o'rganib chiqdi, aynan inson tanasining hujayrasida 5 xil mineral, marganit, xrom, mis, selen, sink degan modda yetishmasa, hujayralarimiz normal miqdorda ishlab chiqarayotgan insulinni ham tan olmay qo'yarkan, insulin resistentni bo'lib qolishadi. Shuni hisobiga hozirgi kunda global muammo bu ham ikkinchi tip sahrli diabet. Ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlarda demak hujayralarda aynan mana shu minerallar yetishmaydi. Endi hozir sizlarga taklif qilinayotgan mahsulotlarning tarkibida bitta tabletkada 60 xil mineral jamlangan. Bu yagona yer yuzidagi mineralning kompleks tilda ostidan shimiradi va 98% hujayrangizni to'ldirib beradi. Azizlarim, yana bir tabriklayman sizlarni. Aynan bu mikronutrient hujayramizning mikronutrient qismini to'ldirib beradigan mahsulot. Makronutrient qismini ham to'ldirib beradigan mahsulotimiz mana kechagina O'zbekistonga kirib keldi. Hozir oxirida chiqqan qizimiz ta'riflab berdi, Root Life mahsuloti. Aynan organizmimiz hujayrasida o'sha makronutrient qismida oqsillar, uglevodlar, yarim to'yinmagan yog' kislotalari va vitaminlar kerak edi. Aynan Root Life mahsulotimiz aynan makronutrient qismini to'ldirib beradi. Endi 80% suv. Har kuni kilogramm vazningizga 30-35 ml dan suv iste'mol qilsangiz, azizlarim, hamma tanangizdagi 30 million hujayra sog'lom bo'ladi. Endi tabriklamoqchiman. Boya zombi kletka deb aytib o'tishdi. Menimcha ko'pchilik tushunmadi. Hujayralar o'zining yashash muddati bor. Hujayralar paydo bo'ladi, o'zining funksiyasini bajaradi, o'ladi, o'rnida yangi hujayralar paydo bo'ladi. Aynan zombi kletkalari bu paydo bo'ladi, o'lmasdan organizmda yashaydigan hujayralar. Bu hujayralardan aynan rakoviy hujayralar tug'iladi. Rak kasalligi yuzaga keladi. Demak, bu o'zgargan atipik hujayra hisoblanadi. Root Life mahsulotimiz, azizlarim, aynan mana shu zombi kletkalarni, ya'ni rak hosil qiluvchi kletkalarni yo'q qiladigan mahsulot hisoblanadi. Va aynan hozir mana o'zlaringizga ma'lum, rak kasalligi nima sababdan kelib chiqadi? Bu o'sha olimlar tomonidan isbotlangan, nauchniy исследованиялар qilingan. Vitamin B17 yetishmasligidan kelib chiqadi. Demak, bu ham vitamin ekan, azizlarim. Demak, organizmimiz hujayrasiga kerakli bo'ladigan o'sha barcha makro mikronutrient qismini aynan sizlarga taklif qilinayotgan ushbu mahsulotlardan olib to'ldirishingiz mumkin. Endi yana azizlarim, O'zbekiston Respublikasida qonun qabul qilingan. 251-qonun. Bunda nima deyilyapti? Aholimizni tibbiy madaniyatni oshirsak, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'ysak, to'g'ri va sog'lom ovqatlanish deyapti. Bunga nima kiradi? To'g'ri va sog'lom ovqatlanishga qo'shimcha aynan minerallarni iste'mol qilsak va jismoniy faollikni oshirsak, O'zbekistondagi 70% kasalliklar o'z-o'zidan yo'qoladi. Azizlarim, sog'liqlaringiz hammalaringiz o'zlaringizning qo'llaringizda. Demak, mahsulotimiz kerakmi ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Rahmat. Endi biznes kerakmi, yo'qmi degan